Assalamu alaykum, qanday yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bugun terlecheni qilish tez ko'rgan qarindoshlarga eng oddiy usulda terlechening ta'mida ham eng az narsalar bilan bir tatlı hazırlamoqchi, ya'ni qilmoqchi. Oldi bilan men 3 tane tuxumni chekib olaman. Mana 3 tane tuxumni chekib oldim. Endi men bu 3 tane tuxum bilan 3 qo'shiq shakar, tomoq qo'shiqida 3 qo'shiqqa 3 qo'shiq shakarimni bir ravusturda ko'ptirib olaman. Şeker bilen tuxum qancha yaxshi ko'psa, sizlarning tatliqinglar bo'lsin, meni pishiriqinglar bo'lsin, shunday yaxshi bo'ldi. Mana ko'rdinglar, tuxum bilan shekarimni ravusturda erib nima qilib bo'ldi, ko'pdi. Endi 3 qo'shiq, ya'ni o'xshashlar 3 tomoq qo'shiqida sut. Andan keyin yana ham o'xshash 3 tomoq qo'shiqida normal yog', 3 tomoq qo'shiqqa yemak qoshiq. Andan keyin yana 3 tomoq qo'shiqi un. 3 tomoq qo'shiqi irmik. Mana 3 tomoq qo'shiqi irmikimni qo'ydim. Andan keyin 1 paket vanilya bilan mana 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tuz dökümen. 1 paket kabartma tuzumni döktüm. Mama döküme. Döken kızım. 1 paket vanilyani kızım döktü mana. Vanilya. Bularni ravusturda bir aralashtiray. Mana bu aralashimiz aralashib bo'ldi. Endi biz frentifimizni eklaylik. Mana bu qachamga, ya'ni 4 bezak qachamning ichini bir yog'lab olaman men. Asli yaxshi yumush qog'oz qilsam bo'ladi, lekin men buni ta'til o'rmayman. Mushbet tepsiga tutlik sharbatni to'kaman. Shuning uchun bir yog'lab oldim. Agar siz nima terlechada odatda yaxshi yumush qog'ozi qo'yib, undan keyin ta'til o'raydik-ku. Buningda unda qilmaymiz. Ta'til o'rish bo'lmagandan keyin shu bir qator yog'lab oldim. Andan keyin bu aralashmamni to'kaman. Mana ko'rganinglardek men bu nimamga to'kib oldim. Bu qachamga. Çoğunrakını qildim. Agar siz kichikroq qilsanglar, balkim sizlarning bulqonglar egizroq chiqishi mumkin. Tatliqinglar men kichikroq qildim, balkim de egiz chiqmasligi mumkin. Buni men oldin isitib olgan 180 gradusda 25 minut yoki 30 minut atrofida pishirib olaman. Endi biz o tatliqimiz pishguncha sharbatini tayyor qilamiz. Sharbatiga 3 istakan suv istakanda sutni qildim. Bunga men 1 suv istakani shakar qo'yaman. Shakar qo'yib, andan keyin 1 paket sivi keramani qo'yib aralashtirma. Sivi keramani selisam o'zingizning ixtiyor, lekin men ta'mini yaxshi ko'rganim uchun soldim. Mana 1 paket qaymaqimizni to'kib oldik, hamda biz bir aralashtirib etamiz. Siz bir aralashtirib. Buni ravusturda bir aralashtirib, buzdolapda, ya'ni to'nglatqimizning asti qismini qo'yib qo'yamiz. Mana bizning tatliqlarimiz 180 gradusda 25 minut atrofida pishib chiqdi. Men buni bir asik chatal bilan qilmay, nima bilan qilsam ham bo'ldi. Haliqi tish o'tkisi nima? Tish qo'lg'ish bilan mana bir tushuklar ichib olamiz. Men bu ham deganimga o'xshash, men cho'ng borjam qo'llandim. Agar sizlar kichik borjam qo'llangan bo'lsanglar, balki egizroq chiqishi mumkin. Egiz chiqadi ya'ni. Chunki aralashmajiq nima kichik bo'lgandan keyin qacha. Endi men bu ham qo'shlik aralashmamni hammaga takshi yigizmi, hammasini ham shuni hammasini yeydi. Asli buningga sivi kerama qo'llanmasanglar, üstüne ait chiroyli chiqadi. Men sivi kerama qo'llandim. Üstü aq chiqib qoladi, ama ta'mi bo'ldi. Lekin sivi keramani qo'llanmay, süt bilan shakar bilan qilsanglarmi, yuzi bek chiroyli chiqadi üstü qismi. Mana men hammasini to'kib etdim. Endi buni men buzdolapda, ya'ni to'nglatqimda 1 soat turg'izaman. 1 soatdan keyin elib iste'mol qilsak bo'ldi, 1 soat turg'izaman. O'z ayin terlechening ta'mida ama faqatlam üstüdeki karamel yo'q. Karamelni ba'zi ko'ydirib silib qilolmayotgan qarindoshlar menga bekcha quchur qildi. Karamelni qilolmadim deb, karamelni qilmoq unchalik oson emas. Uning aytib sabr talab qiladi.
Mana yarım saat tudi. Sizler sütülen şikayetlam kılsanlar hemmesi erip çıkıp yüzü şu fırından çıkan halatı nihayet çıraylı halatı çıkıdı. Mihmanken şu halatı kılsanlar buldu. Eğer üzerinde təmin bu iş kılmakçı bolsanlar bu halatı kılsanlar buldu. Eğer mihmanken kalsa mence benim fikrim. Siz fikrime koşmayı sütülen şikayetlam şerbet kılıp tıkınlar. Çünkü yüzü şeklimi şu fırından çıkan halatı nihayet çıraylı çıkıdı. Özgürüp gelmeye şu halatı kılsanlar buldu. Eğer terlece kılmakçı bolsanlar terleceni menenki kılışını menba izlep baksanlar buludu. Mana kuyudanlar şunçilik şerbetlik terlece deklam çıktı. Tamamı bence şu kadar güzel bulaklık. Mana kuyudanlar o.